Ota-onang lupboy vaqt yoningda bo'ladi. Sening bukstangda puling bormi, yo'qmi, ularga qiziqmas. Shunchaki bolam deb izingdan ko'z yosh to'kadigan har lahzadagi bu ota-ona baxtlarimizga sog' bo'lsa ota-onalarimiz. Otajonim, qirolim, baxtimga sog' bo'ling. Siz uchun tog' bo'laman. Tog' deyilkamga qo'yib ko'taraman. Xudo xolasa inshaalloh o'sha kamar bo'lsa kamarni ham olib kelamiz. O'shanda kamarni men belimga emas, siz belingizga taqasiz inshaalloh. Bitta ko'zingizni ko'rganda cho'ponni otasi yoki cho'pon kelyaptimi, bayisda otasi, chempionda otasi deb aytadi. Xudo xolasa inshaalloh. Otajonim, spark muborak! Bo'ron to'xtab qolsa, tindi demanglar. Kuchga to'lib qaytsa, to'xtatib bo'lmas. Yigitni hech qachon senda demanglar. Yigit omadi ila o'ynashib bo'lmas. Aqli butun bo'lsa sog'u salomat. Pul bu qo'lning kiri qilmang malomat. Ko'p bora keladi yigitga omad. Yigit omadi ila o'ynashib bo'lmas. Kendan qolib ketmas o'tkinchi dunyo. Yerdan uzilibsiz ko'kdasiz go'yo. Boshqa narsa bilan o'ynashing ammo yigit omadi ila o'ynashib bo'lmas. Shundoq qo'yib qo'ymas gar zulm qilsa. Mard yigit qaytmagay gar o'lim kelsa. Allohning karamiga ol qo'lim desa